Assalomu alaykum do'stlar. Bizdagi mana savol tahlili. 7 yoshli erkak Yosemit milliy bog'ida hayking qilayotganda adashib qolibdi. U 8 kundan so'ng topilgan. Qutqarishdan avval u bemor hech qanday oziqa iste'mol qilmagan, faqatgina suv ichgan va qaysi mahsulot yoki modda u 8 kun davomida qabul qilmagan, ya'ni muhim almashtirib bo'lmaydigan oziqa hisoblanadi deyilyapti. Bunda bilamiz do'stlar, glikogen tugashi 24 soat, ya'ni 1 kun ichida glikogen zaxirasi tugaydi. Endi gomeostazni ta'minlab beradigan natriy kaliy nasoslar hisoblanadi. Esimizda bo'lsa, natriy ionlari tashqari tarafda ko'proq bo'ladi miqdori. Kaliy ionlari bo'lsa hujayraning ichki qismida ko'proq bo'ladi. Endi bu 8 kun davomida almashtirib bo'lmaydigan oziq moddalar bular: birinchi, almashtirilmaydigan aminokislotalar va vitaminlar hamda yog' hujayralar hisoblanadi. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar deb o'z nomi bilan aytilyapti, ya'ni buni organizm o'zida sintez qila olmaydi va shuning uchun ham ovqat mahsulotlari, ya'ni tashqi muhit orqali organizmga kiradi. Vitaminlar ham xuddi shunday, organizmda sintezlanmaydi va shuning uchun ham biz oziqa mahsulotlarimiz orqali misol uchun B guruhi vitaminga boy bo'lgan oziqalarni yeymiz, C guruhiga boy bo'lgan, ya'ni tashqi muhit ta'sirida oziqa sifatida organizmga kirib boradi. Almashtirilmaydigan mahsulotlar, ya'ni shular bo'lyapti: almashtirilmaydigan aminokislotalar, vitaminlar va yog' hujayralari bo'lyapti.